birinchi qiladigan ishimizni sizda Android telefon bo'ladigan bo'lsa, A-Markets ilovasini yuklab oling. A-Markets. Agar sizda iPhone bo'ladigan bo'lsa, App Store'dan A-Marketsni yuklab olasiz. A-Markets yokida sizda kompyuter orqali kiradigan bo'lsangiz, pastda link qoldirib qo'yaman. O'sha link orqali kirishingiz mumkin. Xo'p, endi bizani birinchi qiladigan ishimiz ilovani yuklab olamiz va bu yerda Открыть счет turibdi. Mana shu sariq yozuvni ustiga bosamiz. Sabziraymi? Endi bu yerda demo va yonida realniy turibdi. Biz demodan mana realniyga o'tkazamiz. Va har doimgidek nima qilamiz? O'z ismimiz, o'z familiyamiz va email pochta, telefon raqamimizni kirgizib chiqishimiz kerak bo'ladi. Va eng muhim joyi, aytib o'tganman, konkursimda notebook va telefon va undan tashqari pul mukofotlari o'ynalinadi deb. Faqatgina mani promo kodim bilan o'tganlar ichidan aniqlab olinadi. Ya'ni eng yaxshi o'quvchilarga, eng yaxshi o'quvchi bo'lish uchun, mana shu konkursda qatnashish uchun va qo'shimcha bonuslar olish uchun nima qilish kerak? Va davom ettiramiz. Bu yerda u menga yes kod partnyora degan yozuv bor. Mana shuni ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin mana bu yerga hammasi katta harflar bilan MK Samandar deb yozamiz. Agar bu narsa esingizdan chiqib qolsa, nima qilish kerakligini videoning oxirida ko'rsataman. Lekin iloji boricha esingizdan chiqib qolmasin. Hammasi katta harflar bilan MK Samandar so'zini yozamiz va bu yerda Открыть счет degan tugmachani ustiga bosamiz va bizani emailimizga kod borish kerak. Hozir men sizlarga buni ham to'liq ko'rsatib beraman. Ko'rib turganingizdek, hamma narsani yozib bosganingizdan keyin parol o'rnatdi. Bu ilovaga kirish uchun o'rnatiladigan parol. Qaytadan kiritamiz va Face ID va bu yerda aytyapti, elektron pochta manzilingizga kod yuborildi deb elektron pochta manzilimizga kiramiz va o'sha kerakli kodni kirgizishimiz kerak. Va bu yerda telefonni tekshirish, ya'ni mana shu raqamingizga kod jo'natishadi. Iltimos, kiruvchi telefon raqamini oxirgi 4 ta raqamini kiriting. Qo'ng'iroq bepul va siz unga javob berishingiz shart emas deb yozib qoldirishgan. Hozir mana telefon bo'tda oxirgi 4 tasini yozamiz. Mana bo'ldi. Menga telefon bo'ldi, men uni ko'tarmadim va oxirgi 4 ta raqamini yozdim. Va ko'rayotganingizdek tasdiqlandi. Endi bizni pasportimizni oldi va mana bu ko'rayotganingizdek orqasini rasmga olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda mana pasportimizni oldi tomonini birinchi rasmga olamiz. Ya'ni ID karta bo'lishi kerak. O'sha ID karta bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mana shunday tarzda oldinni rasmga olamiz va xuddi o'sha pasportni orqa tomonini tiniq qilib rasmga olamiz. Mana shu knopkani bunda bosadigan bo'lsak, oldini oladi. Keyin xo'p, uni bosganimizdan keyin orqa tomonini rasmga ol deydi. ID kartamizdan. Agar sizlarda ID karta bo'lmaydigan bo'lsa, oddiy pasport bilan ham buni qilish imkoni bor. Mana bunaqa ramkani o'zgartirgan holatda pasport yoki ID kiritishingiz mumkin. Zagrarmi, qizilmi? Bu ham pasportingizni ham kirgizganingizdan so'ng sizda yashil bo'ladi va undan keyin to'lov usullarini keyingi darslikda men sizlarga to'liq tushuntirib beraman. Ya'ni o'zingizlarning o'sha plastik kartalar orqali to'ldirib chiqarish batafsil mana shu videolarda ko'rsatib beraman. Hozircha mana shu narsani takrorlab qilishingiz sizdan so'rab qolinadi. Keyingi darslikda hisob to'ldirishni va MetaTraderga hisobimizni ulashni o'rganamiz. Eslatma, agar siz hamkorlik kodini yozmagan bo'lsangiz, mana shu ilovaga kirib ko'proq tugmachasini bosasiz va bu yerda hamkorlik guruhi turibdi. Mana shu hamkorlik guruhiga boshida yozmagan bo'lsangiz, endi mana shu joyda MK Samandar yozib, mana shunaqa yuborib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha videoni har bir qismini ko'rib, biriga bir qilib takrorlashingiz so'raladi.